Abort haqida yaqinda bitta statistikaga ko'zim tushdi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyodagi abortlarning yarmidan ko'pi xavfli asoratlar bilan kechgan. Buni sabablarini oxirida aytaman. Abort o'tkazgan ayollarda esa gormonal buzilishlar, yallig'lanish, ya'ni bachadon ichki sohasining yallig'lanishi, endometriyning shikastlanishi, bachadon travmalari, bachadon teshilishi hamda bachadondan ko'p miqdorda qon ketishi. Eng xavflisi Ashirman sindromi, ya'ni bachadon ichki shilliq qavatini shilib olib tashlash natijasida chandiqli jarayon yopishib qolishi natijasida umuman hayz kelmaslik bu eng xavfli asorat hisoblanadi va bepushtlikka olib keladi. Tibbiyot shuncha rivojlangan sari nima uchun abort o'tkazgan ayollarda asoratlar bunchalik ko'p bo'lyapti? Sababi oddiy, shifokor nazoratisiz dorilarni qabul qilish, abortdan keyingi qayta tekshiruvlarning yo'qligi hamda abortdan keyingi tiklanishni bilmaslik. Qaysi holatda abort o'zi qildirish kerak? Abort qildirgandan keyin qanday tiklanish kerakligi haqida to'liq ma'lumotni izohlarda yozib qoldirdim.